24-savol. O'zaro izomer bo'lgan to'yinmagan 2 atomli spirt va keton spirt aralashmasining yarmi 17,55 gram kaliy bilan, qolgani 3,6 gram suv bilan to'liq reaksiyaga kirishadi. Dastlabki aralashmadagi keton spirtning massa ulushini hisoblang. Xo'p. Endi izomer bo'lgani uchun xohlagan moddamizni olishimiz mumkin ekan. To'rttaligini olsak, to'rttalik uglet atom 4 ta bo'lgan vakil. 2 atomli to'ymagan spirt va keton spirt. Ikkalasi. Endi aralashmaning yarmi 17,55 gram kaliy bilan reaksiyaga kirishadi. Qolgani 3,6 gram suv bilan reaksiyaga kirishadi. Suv bilan bizda to'yinmagan 2 atomli spirt reaksiyaga kirishadi. Hop. Bir mol suv bilan reaksiyaga kirishadi bu. Birikish reaksiyasiga. Butantriol 1,2,3 hosil bo'ladi. Endi 18 gram suv bilan 1 mol 2 atomli to'ymagan spirt reaksiyaga kirsa, 3,6 gram bilan qancha desam, 0,2 mol. Demak, aralashmaning yarmida 0,2 mol to'yinmagan 2 atomli spirt bo'lsa, qolgan yarmida ham 0,2 bo'ladi. Jami 0,4 bo'ladi. To'yinmagan 2 atomli spirtimiz. Endi bu kaliy bilan reaksiyaga kirishadi. Biz kaliy bilan reaksiyaga kirishganda modulda chiqadi. 2 mol kaliy ketadi 1 molga. Demak, 1 mol to'yinmagan 2 atomli spirtga 78 gram kaliy ketsa,